H&M dunyoning eng mashhur brendlaridan biri, lekin kam odam biladiki, hammasi 1947-yilda Shvetsiyaning kichik shaharchasi Vesterosda boshlangan. Yosh tadbirkor Erling Persson ayollar kiyim do'konlarini ochdi va unga Hennes, uning degani, ya'ni ayollarga tegishli deb nom berdi. U AQShdagi arzon narx katta aylanma konsepsiyasini Shvetsiyaga olib keldi. 1968-yilda Persson ovchilar uchun mo'ljallangan Mauritius Whitforce do'konini sotib oldi. Shundan so'ng assortimentga erkaklar va bolalar kiyimi ham qo'shildi va kompaniyaning nomi Hennes Mauritius, ya'ni H&M ga o'zgartirildi. H&M assortimentining asosi butun oila uchun kundalik qulay kiyimlar, shuningdek oyoq kiyimlari, aksessuarlar va hatto uy uchun mahsulotlari ham qo'shildi. Kichik butiklardan boshlangan yo'l global moda imperiyasiga aylandi. H&M buni isbotladi. Uslub bu hashamat emas, bu tanlov. Baxtiyor va akademiya o'quvchilari buni bilishadi. Bir daqiqa o'tdi. Bizga obuna bo'ling va dunyoqarashingizni kengaytiring.